bu yerda ko'pchilik kurs ko'rona kelganlardan aloqalashib ish so'raysiz, ish berasizlar deyapti. Konsultingingiz bizga murojaat qilyapti. Shu qo'yapti ish bormi deyapti. Shu konsultingga murojaat qilsa bo'ladi. Murojaat qilsa bo'ladi. Hatto mana hozirgi intervyudan oldin to'g'risini aytdik. Men siz O'zbekiston ketar ekan, niyatingiz. Menda nima bo'ldi? Shu ketyapman bu yerda, shu tezroq intervyuni olib olaylik desam, ha, xo'p tuziladi. Kechqurun gaplashganimiz kelib turib, ish kerakmi sizga? Men ish bilaman agar deb turib Raqamlarni aytish shart emas. O'zingiz ayting, men birinchi hali men sizni bir marta ko'rdik, tanimasdan, qanaqa raqam 2, 3, 4, 5 oyda ham bermaydi bu yerda. Oylik yaxshi, lekin bular aytgan raqamni ancha yaxshi edi. Komandamiz katta, yana kattalashtiryapmiz. Boshqa loyihalarimiz bor. Bizga intellyektual insonlar kerak va hatto hozir meditsina dedik, tajribali, ozroq intellyektual bo'lsa o'rgatamiz. Vizalarni qilib beramiz, oylik to'lanadi. Bu degani har kun ish bor emas, lekin bizga bor ishlar sog'lom, ishonchli yo o'zimizda bo'ladi yoki biz tanigan hamkorlarimizda ishlar ham kelib chiqadi.